Assalomu alaykum agrotexnika o'z kanalimizni kuzatuvchilar. Bugun sizlarga apreskvitllarda shtangilli purkagich deyiladi bularni. Xo'p, narxlarini, ishlash jarayonini, agar buzilib qolganda nima qilish kerak, barchasini sizlarga tushuntirib beraman. Bu Turkiyada ishlab chiqarilgan shu Saka degan nomli shtangilli purkagich. Bularda 600 taligi, 800 taligi, gidravlikalik variantlari, ko'tarib tepaga tushiradigan variantlari bor. Xo'p, bularda mana birkasi Turkiyada ishlab chiqarilgan, bular O'zbekistonda ishlab chiqarilayotganlari ham bor. Buni porshinlari 3 porshinli bo'ladi. Mana porshinlar 3 porshinlik, bu tepada mana ikki yonida porshinlari bor. Keyin mana bunga yog' quyiladi bunga. 20 ga 30 yog' quyiladi. Bunga qanaqa yog' quyaman deganlarga. Bu ham xuddi motor singari ishlaydi. Ichida porshin bo'libdi. Qopqog'i yozib qo'ygan 20 ga 30. 20 ga 30 yog' quyiladi. Mana maksimalni ko'rsatib qo'ygan, minimalni, maksimalni mana. Bunda hozir yog'i kam turibdi. Bunda ravka qilinadi, maksimalni yog' kirib qo'yiladi. Buni ishlatgandan keyin o'zi xuddi mashinani moylari suyulib ketadi-ku, xuddi shunga o'xshab suyulib ketadi. Shuni yog'ini ko'rib turib, agar suyulib ketgan bo'lsa, to'kib, yana boshqa yog' quyish kerak bunga. Shunda xizmati uzoqroq bo'ladi. Bu tomonda filtri bor. Filtr agar axlat yoki boshqa to'planib qolgan bo'lsa, to'planadi. Tepada tumaloq filtr kulush bo'ladi. O'zini filtr kulushda bo'shatib, uni tozalanadi. Bu o'zi suv tortadi. Hozir yig'ilgan varianti bormi? Shuni ko'rsataman hozir. Yig'ilgan varianti ana yig'ilsa, endi bu to'liq yig'ilmagan, massasi qo'yilgan. Xo'p, bittadan bitta yig'uvchilarga diqqatiga mana bu ikkita chap tomondagisi nimaga ketgan bu? Ikkita shlanga ketgan, anaqa shtangil borku, shunga ketgan bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunga, bu chap tomon, o'ng tomonniki. Buni ochib qo'yganda, ochib qo'yib turib, mana buni yopib qo'yiladi. Mana bu hozir yopib turibdi. Bu suv tortadigan bu tepaga ketadi. Mana bunga ketadi. Mana bunga qo'yiladi. Mana yerdan shlang chiqib, qotiradigan, suv tortadigani bor. Bu tushadi. Suvni tushirib beradi. Suv tortib bo'lgandan keyin buni mana bekitib turib, buni ochiladi suv tortayotganda. Suv tortyapti hozir. Suv tortyapti deb tasavvur qilaylik. Tepadan suv kelib tortyapti. Buni hozir bochkaga to'ldi. Bochka to'lgandan keyin buni yopiladi. Xo'p, bu ikkalasi ochib qo'yiladi. Ikkalasi ochib qo'yilgandan keyin ketadi suv. Suv shtangiga ketadi. Bu mana shu yerga bitta shlang ulanadi. Kichik trubkasi bor, trubka ulanadi. Bu oddiy narsa. Keyin mana bu tomonida qancha suv qolgani ko'rib turiladi. Bu 800 talik. Shlangga qarab qancha suv qolganini, mana bunda suv bor, ichida 400 litrga yaqin suv bor. Xo'p, buni hali ko'pchilik pitillab ishlaydi. Ba'zi birlar pitillab ishlab qoladi. Qilib hali suvda to'xtab hali tiqilib qoladi-ku, xuddi shunga o'xshab ishlaydi. Shunda mana filtrning ichida qatiradigan narsasi bo'ladi. Qatirib qo'yiladi. Ozgina qatirib qo'ysangiz, shunda zo'r ishlanadi. Agar yana bitta buni ishlatayotganda buzilib qolganda, ya'ni sepmayotgan holatlarda motorga suv o'tkazib yuboradi. Bitta pompalari bo'ladi. Shular yorilib qolgan bo'lishi mumkin yoki salniga qo'yib yuborgan bo'lishi mumkin. Shunda suv o'tkazib yuboradi. Agar nasos o'lgan bo'lsa, nasosda mana yerda nima bo'ladi? Mana hozir bu qattiq aylanadi. Mana qo'lda aylantirib ko'riladi. Buni qattiq qo'lda aylantira olmaysiz. Agar nasos o'lgan bo'lsa,
bitta qo'lda aylantirib ko'rsangiz, qo'lda sразу nomiga aylanib ketadi. Shunda nasosi o'lgan bo'ladi. Bu o'sha nasos yana bitta o'lgan ishlamasligining sababi o'sha mana bochkaga suv aralashib ketadi, yoqqa suv aralashib ketadi. Shunda ichidagi pompalarni, membranalarini ko'rish kerak bo'ladi. Membranalarda o'sha kichkina prujinachalar bo'ladi. Prujinachalar nima bo'lib qolgan bo'lsa, yumshoq bo'lib qolgan bo'lsa, rasvo bo'lgan bo'ladi. Shuni almashtirish kerak bo'ladi. Remont qilishlari aytib ketib. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15,5 million so'm naqdga qilib beramiz. 600 litrligini, 800 litrligini 16,5 millionga naqdga qilib beramiz. Ermolar ham bor, mana 600 talik, 800 taliklari bor, 17 million so'mdan qilib beraveramiz. Hurmatli obunachilar, nomerimiz 99lik 916 3005. Agar kimda aplisfitlar bo'lsa, tushunmayotgan bo'lsa yoki ishlata olmayotgan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring, tushuntirib beraveramiz. Buzilib qolgan bo'lsa, zapislari, hamma narsasi bor o'zimizda. 916 3005 telefon orqali aloqa qilaverasizlar.